Hammaga salom, sizlar bilan Eslemoni YouTube kanali. Bugun sizlar bilan bitta ajoyib bot orqali internetda pul ishlashni ko'rib o'tamiz va bitta obunachi so'ragan ekanlar, bu kanalda ham konkurs qilsangiz aktiv oshadi deyishgan ekanlar. Mayli, xo'p, konkurs qilamiz. Xuddi o'tgan boshqa kanalimdek, ya'ni kim bilmasa nechta like bo'lsa shuncha rubl kommentariyadan bitta odam aniqlab tashlab beriladi. Shu sabab обязательно kommentariya yozib qoldiring va videoga like bosib qo'yish ham esingizdan chiqmasin va obuna bo'lib qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Ko'p gap cho'zib o'tirmasdan biz videoni boshladik. Mana botimizni kirib oldik. Endi mana xuddi mana shu narsa ochiladi va men izlarimizdan zo'rg'a topdim o'tdi. To'g'ri sizlarga yangi botlar olib chiqish ozgina qiyin bo'lyapti. To'g'risi yangi botlar juda ham kam, shu sabab izlanib shu botni topdim. Nachat ya'ni start bosganingizda xuddi mana shu narsalar ochiladi va biz bir boshqa ko'rib o'tamiz. Birinchi o'rinda Visit City deb turibdi. Mana shuni ustiga bosamiz va bizga mana ko'ryapsizlar. Xo'p, xuddi mana shu narsa ochiladi. Keyin Open Linkda bosamiz va mana bu silkaga bosamiz. Va mana ko'ryapsizlar, bizda 30 sekund timer ketyapti. Endi bu 30 sekund kutib turishimiz kerak. Va mana ko'ryapsizlar, biz ya'ni sekund timerimiz tugadi. Endi esa bu yerdan chiqib ketamiz va ko'ryapsizlar, bizga mana shunday tron berdi. Bu qancha bo'lishi mana shu yerda chiqib keldi rubllar. Join challenge deb turibdi. Ya'ni kanalga obuna bo'lish. Bu yerda aytilishicha kanalga obuna bo'lish kerak ekan. Hop, bunga o'tamiz kanalga va bu yerdan obuna bo'lib turib, ozgina post ko'rgandek bo'lib tepaga bunday tushib qoladi. Endi joinetda bossak, mana bizning pullarimiz yana taqdim etildi. Mana shuncha TRX. Xuddi mana shunaqa yana join challenge deb yana ketishingiz mumkin. Hozir yana tugab qopti. Endi join bot, ya'ni bot boshlash start bosish orqali ham pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Nima qilamiz? Birinchi hop botga o'tamiz. Keyin startda bosamiz va xuddi mana shu narsa chiqadi. Keyin esa bu yerdan chiqib ketamiz. Endi esa start etdi bosganimizdan keyin bizga xuddi mana shu narsa chiqyapti. Endi shu bot bizga xabar yozgan, hali endi shu xabarni bu yerga tashlashimiz kerak. Ana bot xohlagan bironta xabaringizni olasiz va передат botga tashlab qo'yasiz. Va mana ko'ryapsizlar, bizning pullarimiz yana taqdim etildi. Endi esa moreni bossangiz, sizga mana bir dunyo vazifalar chiqib keladi. Yana qo'shimcha Vive Posted, ya'ni postlarni ko'rish orqali pul ishlashingiz mumkin. Hozir bu tugab qolibdi zadaniya. Xo'p, yana moreni bosib turib, Twitter Reads deb bossangiz, bu yerga birinchi Twitter akkauntingizni ulab qo'yishingiz kerak. Keyin esa siz pul ishlab borishingiz mumkin bo'ladi. Va ikkinchisi ham xuddi shunaqa, uchinchisi Bear Airdrop. Ya'ni bu yerda airdrop ham bo'lar ekan. Xullas shu botda ishlab pul ishlab yurganingizda sizga o'zi tokenlarni berib boradi. Qachonki bu listini bo'lganda sizga pullar berib boradi. Bu chiqarish kelayotgan bo'lsa, balansni bosamiz. Va bu yerdan hop Open Wallet deb mana ko'rasizlar, bizda уже 0.15 tron bor. Bu yerda deposit qilishingiz mumkin yoki Wizard bosib pul chiqarib olishingiz mumkin bo'lar ekan. Va mana ko'rasizlar, bu yerga tron qancha chiqarmoqchingiz bo'lsa, bu yerga esa adresni yozasiz. Xo'p, endi esa bu yerga adresingizni qo'yasiz va bu yerdan Configure Wizard bossangiz, mana ko'rasizlar, bizda minimalniy pul chiqarish 10 tron ekan. Juda ham oz, bemalol bir necha kun ichida to'plab qo'ysangiz ham bo'ladi. Hop, bu bot manzillar Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanal manzilasi kommentariyada bo'ladi. Hop, bu videoda konkurs qilamiz. Konkursda qatnashish juda ham oddiy. Nechta like bo'lsa, keyingi videoda shuncha rublni kommentariya orasida bitta odamga aniqlab beradi. Video shundan iborat. Hammaga xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan internet bo'ling kanali bo'ldi.